endi hozir vaqtidagi har kuni biz ko'chaga chiqamiz. Men o'zim mashina minaman. Radarlar shundoq odamni holi joniga qo'ymayapti-yu. Sal tezroq yursangiz radarga tushasiz. Sal tez yursangiz kasal bo'lishga haqqingiz yo'q. Ko'chaga chiqib har xil anaqalar bo'ladi. Nima deydi, telefonda ogohlantirishlar bo'ladi. Tezroq keling, bugun mazasi bo'lmay qoldi. Shunaqa gaplar bo'ladi. O'shanda tezam yurolmaysizda. Shundoq radarda jonimizga tegib ketdi. Men yana o'zimizni domlalar gapirmadingiz, siz gapirasizmi, gapirmaysizmi bu haqida? O'shanga bir nima sizning fikringiz? Radarlarni Sharif kimmi? O'shanga Ha, yaxshi. Bu narsaga to'xtalib o'tsak bo'ladi. Avvalda bir to'xtalgan edim. Ancha bo'lib qoldi, endi 3-4 yil avval bo'lsa kerak. Shu radarlarda umuman shu yo'l harakat qoidalar, ya'ni shariatga zid bo'lmagan qoidalarni shariatning asosida tutsa bo'ladi. Ya'ni qoidalar shar'iy bo'lishi kerak. Har qanday qoida tuzilsa, o'zi bu qoidalar nimaga tuziladi desa, insonlarda ishlari yengil bo'lishligi uchun o'zlariga shunaqa yengil qoidalar tuzadi. Ya'ni qoida ishni og'irlatish uchun bo'lmaydi o'zi odatda. Yengillatish uchun bo'ladi. Endi bizda birinchi qoidani qo'yib oladida, keyin u qoidani himoya qilish uchun hamma qolganlarda hali haq-huquqlari oyoq osti qilinadi. Ya'ni bu rostdan bir aqlli ish emas. Ya'ni qoida qo'yayotganingda birinchi maqsad odamlarning ishini yengillatish bo'lishi kerak. Masalan, ba'zilar aytadi-da, qizilda to'xtab turish kerak deydi. Masalan, men shu fikrga qo'shilaman, qizilda to'xtab turish kerak. Chunki sen qizilda turganingda narigi tarafdagi ko'karib turadi, u o'tib ketayotgan bo'ladi. To'xtamasang urib yuborasan. To'xtab turish kerak. Endi bittasi aytayapti. Yarim kechada kechqurun 3 ta kelyapsan, ko'chada it ham yo'q, 1 kilometr u yog'i, 1 kilometr bu yog'i hamma ko'rinib turibdi. Hech kim yo'q. Qizil yonibdi, to'xtab turish kerak deyapti. Men aytayapman, nimaga? Endi qoida-da bu. Yo'q, qoida odamlarning ishini yengillatish uchun. O'sha nimaga qizilga to'xtayapsan desa, hali aralash-quralash bo'lib ketsa, ishing og'irlashadi. Sen bu yoqqa haydab, u bu yoqqa o'zi svetoforsam yashasa bo'laveradi. Masalan, Misrga borsang, svetofor bunday qo'limda qilib to'xtab turadi, o'tib ketadi. U bu yoqqa bunday qilib to'xtadi, o'tib ketadi. Svetofor yo'q. Katta-kattaligi chorrahalarda bo'lib qolmasa, katta. Shaharning ichida ham juda ko'p yerda svetofor yo'q. Yashayapti odamlar. Biznikilardan ko'ra sal qulayroq ularda. Bizda tirbandlik bo'lib ketadi-yu. Misrda tirbandlik bo'lmaydi, svetofor yo'q bo'lsa ham. Odamlar bir-birini tushunadi, to'xta deydi, o'tib ketadi, bu ham to'xta deydi, o'tib ketadi. Yashayapti odamlar. Hozir hayoliy narsani aytmayapman. Bo'laveradi. Lekin qoida bo'lsa. Endi ularga qo'li svetoforda, bunday qilsa to'xtaydi. Bunday qilsa u ham bunday qilib qo'yib o'tib ketmaydi. Bunaqa qoidada ularda svetofor qaramaydi. Bunday degani shu qizil deganida bo'ldi, to'xtaydi haligi. Meniki ham qizilda turib o'tib ketib qolmaydi-da. Bunday qilib to'xtaydi, shu qoida bilan o'rgangan. Yo'qsa Turkiyada Glavniy bilan haligi bizda ikkinchi darajali yo'l bo'ladi-yu. Bu bosh yo'l, bu ikkinchi darajali yo'l. Bizda shu bosh yo'l o'tib ketguncha mana shu sarg'ayib mayog'ida 50 ta bo'lsa ham kutib turadi, birov qo'yib yubormasa, o'tkazib yubormasa, sarg'ayib ketasan turaverib birarda. Gavjumroq paytda. Turkiyada unaqa emas. Turkiyada shu ikkitali yo'l kelsa, bitta u o'tadi, bitta bu o'tadi. Bitta u o'tadi, bitta. Qoida bo'lib qolgan. Insonlar kallasida u qoida. Svetofor ham yo'q, boshqa ham yo'q, belgi ham yo'q. Shuna qilasan degan. Odamlarning miyasida qoida bo'lib qolgan. Bitta u o'tadi, u o'tgandan keyin orqasida tek turadi, mana o'tsin deb. Bu o'tadi. Buni orqasidagi ham nariga o'tishini kutadi. Bittadan o'tadi. Bizdagidek men glavniyman deb kelib hisob tashlamaydi. Ana znak turibdi-yu deb boraveradi yana bizda meni yo'limda deb qoladi yana. O'tishda qo'yib yuboraver. Ya'ni qoidalar nimaga ishlaydi desa, shunaqa odamlarga yengillik paydo bo'lishi kerak bu qoidaning orqasida. Bizda qoidalar o'shanaqa odamlarning manfaati uchun qo'yilmaydi. Shuning uchun ham 3 ta kechasidan svetofor yonsa, o'zi aqlli davlatlarda odam yurmaydigan mahalda svetofor o'chadi. Ya'ni hammasi margat qilib qoladi-da. Odam yo'q joylarda 8-9 da ham o'chadi. Odam gavjumroq yerda 10-11 gacha tinmay bo'lib turadigan joyda o'chmaydi. Ya'ni ba'zilarda unaqa emas-da. Endi O'zbekistondagi voqelikni hammamiz zo'r bilamiz. Buni endi kunda video qilib ham ko'rsatishyapti. Radarda atay qo'yib qo'yibdilar. Odam yugurib o'tsa ham suratga olib tortyapti. Bittasi kechaginda tekshiribdi. Hozir qarab turinglar, beda 5 marta to'ladim deyapti. Ishtirok. 100 ga qo'yib qo'ygan. Ya'ni katta trassada ketyapti. 100 ga qo'yib qo'ygan. 90 dan ochsang 100 dan oshdi deb turib keladi. Mana hozir ko'rib turinglar deb turib, men 90 da ketyapman. Hozir o'taman,
mana soat falon falonda. Mana suratga oldi. Ertaga keladi, uni ham video qilib qo'yaman deyapti. Ikkalasini yopishtirib qo'yib qo'yibdi. Haqiqatdan aytganda yolg'ondan 10 tepada ko'rsatyapti. Hammanikini bir chekkadan. Yana bitta joyda bittasi aytayapti. Qaranglar deydi. Palasa malasa yo'q. Hamma yo'q achi yotibdi. Yo'lda o'zi ham yo'qolib ketgan ba'zi bir joylarda. Shu svetoforga ozgina qolganda kamera bor, o'sha kamerani tagida 30 metr chiziq. Kameradan o'tib olsang deb mana videoga tortyapti. O'tib olsang, nariyog'ida ham chiziq yo'q. Bu yog'ida ham chiziq yo'q. Ya'ni bu odamlarning manfaati uchun chizgan yo'q uni. Shu chiziqni bosgandan pul olay deb chizdi. Shuning uchun bugungi qo'yilayotgan radarlar inson manfaati uchun emas. Inson manfaati uchun bo'lsa, shunaqangi insonning manfaatiga qaratilgan taraflari bo'ladi. Masalan, xalifalik davlatida ham odamlarga shunaqangi yo'l harakati qoidalar qo'yib qo'yishligi joiz, halol narsa. Chunki ya'ni haromga chiqmasa, insonlarning orasini yengillatish uchun shunaqangi narsalar ko'rsatib beraveradi. Ya'ni bitta sen o't desa, u harom bo'lib qolib, tog'ut bo'lib qolib boshqa hukm chiqarib qo'ygan bo'lmaydi. Hali biz ahmoqlar aytayapti-ku, svetofor ham bitta qonun u deyapti. Yo'q, qonun emas svetofor. Odamlarni aldama. Qonun faqat Allohniki bo'ladi. Bu nima desa, bu bitta qoida. Qoida bilan qonunni farqasiga borib olish kerak. Lekin qoida qonunga teskari bo'lmaydi. Shuni asosida bo'ladi. Shu ruxsat bergan narsani ustida xohlagancha qoida tuzsa bo'ladi. Shuning uchun usul olimlari ham shar'iy hukmlarni yig'ib turib shar'iy qoidalar qilib qo'ygan. Shuning uchun shar'iy ta'riflar bilan shar'iy qoidalar ham shar'iy hukm deb e'tibor qilinadi. Ya'ni shar'iy hukm shori'ning bandalarining amallariga taalluqli bo'lgan xitob. Uning ichiga shar'iy hukm kirsa, shu bilan birga shar'iy qoidalar bilan shar'iy ta'riflar ham kiradi. Shuning uchun qoida qilib qo'yishlikning zarari yo'q. Agar qoida harom bo'lmagan qoida bo'lsa, musulmonlar amal qilaveradi. Masalan, svetofor harom bo'lgan qoida emas. Amal qilaverasan. Qachon desa, o'sha gavjum bo'lib turgan rostdan birovni o'tkazib yuborish paytida amal qilasan. Endi kechqurun 3 ta kelyapsan-da, qizil yonib turibdi. Hech kim yo'q. Seni naryoqda kutyapti. Shoshyapsiz aytayotganda kimdir kasal, kimdir chaqirgan, kimdir menga tajovuz qilyapti, tez yetib keling deyapti. Ayyo, men qoidaga amal qilaman, qizil ekan, o'tiraman desa, u ahmoqlik qilyapti. U qizil odamlarni o'sha ishini yengillatish uchun qiluvdi. Hozir naborot u og'irlatish uchun kutib o'tiribdi. Ishi og'irlaydi, yengillamaydi. Amal qilmaydi unga. Shariatda ham amal qilmaydi unga. Chunki asosi bo'ladi shariatda. Nimaga qoida qo'yding desa, ishlarni yengillatish uchun qoida qo'ydim deydi. Mana shu asos bo'ladi. Ishi yengilladimi, og'irladimi? Yengillagan tarafiga amal qiladi. Ishni og'ir qiladigan tarafiga amal qilmaydi. Mabodo xalifalikda bir radarni qo'yib, mana shu yerdan mana shu yergacha sekin yurasan desa, sekin yurasan degan joyda sekin yuradi. Mabodo haliginday masala bo'lib turib, sekin yurmaslik kerak bo'lsa, tez yuradi va buni izohini beradi. Qo'shnim zvonok qildi, zo'rlayotgan ekan, bitta zo'rlayotgan kelib, shunga tezroq yetib boray deb ketdim. Hech kimga qilmadim, birovni urib yormadim, yo'lni qaradim desa, xalifalik davlatida o'zi biz qoidani ham o'sha odamlarga manfaat tegsin deb qo'yganmiz. Sen odamga manfaating tegibsa, 30 da emas 200 yursang ham Alloh rozi bo'lsin sendan deb qaytanga uni rag'batlantiradi. Ishimizni men endi siqaga ketyapsiz, zato palasani bosib qo'yibsiz deb olib turib, uni hayotini qiyinlashtirmaydi. O'zi palasani bossan nima bo'ladi? Palasani bosishni o'zida emasda ayb, to'g'rimi? Palasidan chiqib ketib, narigini urib yuborsang, shilib ketsang, tegib ketsang, mana shu ayb. Odamlarni islomda aybi bilan jazolaydi. Ayb qilmoqchi ekansiz, hayolingizda bor ekan deb jazolamaydi. Ayb qilishlikka niyat qilibsiz, harakat qilibsiz deb turib birovni olib borib jazolamaydi-da. Ha, bo'pti, palasani bosdim. Nima bo'ldi? Desa, hech narsa bo'lgan yo'q. Endi palasadan o'tib, mana bu mashinani shilib ketding, urib ketding, turtib ketding desa, bunda javobgarligi bor. Lekin unaqa bo'lmasa, bunga hech kim javobgarlikni shariatda ham yuklamaydi. Ya'ni bu ayb emas. Bugungilarda ham o'zi bir aybdor joyi yo'q uni. Faqat eplab pul olishlik uchun sen palasani bosding deb qo'yadi. Bossa o'tdi. Sen butun Alloh taoloning hukmlarini oyoq osti qilib bosib ketyapsan, hech narsa bo'lmayapti. Men palasani bossam nima bo'ladi? Ya'ni bugungi qoidalar o'ylamaylik, odamlar hayotini yengillash uchun chiqargan qoida emas. Kecha men bir videoni Facebookda yana bo'lishib qo'ydim qaytarib. Avvalda bir necha yil avval qo'ygan ekanman. Tez yordam mashinasi bor-ku. Damas o'zi bechora tez yordam ham Damasda qanday yordam beradi, unga tezda o'ltiradi. Sog' odamni olib borguncha Damasda kasal bo'ladi, bilmayman. Endi kasalni Damasga yuklab olib borsa, sog' qoladimi o'zi borgan yergacha? O'zi mana bu bitta odamlarni o'ylamayotganligi o'zi. Hali pul tashiydigan mashina hamma tarafini hisobini olganda uni.
Birov uni portlasang ham yorib kira olmaysan. Yani pulni qadri bor-da. Pul tashiydigan mashinalar qaranglar, Damas'da tashib yurmaydi. Lekin haligi kasal odam Damas'da tashiydi degani o'zi boshqa qoidalar haqida boshingni ortmasang ham bo'ladi-da. Endi ana shu bechora Damas migalkasini aholi haydab ketyapsa, gai to'sibdi. Sen tez yur deyapti-da. Odamlar to'plab olgan 5-10 ta hali tupoy gaiga tushuntira olmayapti. Ey gai, ha bu tez yordam. Ha tez yurmay sekin yuradimi desa, sekin yurish kerak. Bu yerda mana paloncha qo'yib qo'yilgan, tez yuryapti deydi. Ey bu sekin yordam bo'lib qoladi. Sekin yursa bu tez yordam, bu tez yuradi. Bu hatto qaramaydi ham, qizilinga ham qaramaydi, qorangga ham, sarig'inga ham qaramaydi. Haydab o'tib ketaveradi migalkasini yoqib. Bu tez yordam, buni nimaga ushlayapsan sen? Yo'q, bu tez yurdi, tezlikni oshirdik deb olib, haligini, ya'ni ichida kasali bor mana uni deyapti. Mana ochib ko'r, ichida kasal o'tiribdi. Bor, mana kasali bor. Ruxsat o'tibdi mana aka. Desa ham unamayapti. Siz qonunni buzasiz, siz o'zingizga javob bering. Tez yordam. Ya'ni shunaqa bir tupoy, bir shunaqa bir bechora xor odamlarning qo'liga qoldi bugun. Mashinangizga spoiler o'rnatyapsiz. Noqonuniy manaqada to'sib olib, hayotni qiyinlashtirishda bu. Spoiler o'rnatyapsa nima bo'pti? Yo, yonboshiga yarimta rezinkaga yopishtiryapsiz. Bu o'zi mumkin emas deb turib haligini taqaydi, miyalaring portlab ketadi-da. O'ziniki ekan, o'zi biladi, qanaqa qilib minib yuradi. Endi rostdan boshqalarni bir bosib ketadigan bir oldiga bir haligi eski zamonda Misrliklarni arabasi bo'lardi, urushga olib kirganda ikkita tig'i bo'lardi, hammani oyog'ini kesib ketadigan. Shunaqa qilsa to'tsa bo'ladi. Bugungi mana bu yo'l harakat qoidasi deyotganga bo'lmasam spoilerini yo boshqa nima aloqasi bor? Ya'ni sizdan dokumentman talab qilayotgan narsalarni ko'rsang miyang chiqib ketadi. Birortasi mantiqiy narsalar emas. Shuni mingtadan bittasi hayotda o'rni bo'lsa bor, bo'lmasam yo'q. Odamlarga bu ishini yengillatadigan emas, qaytanga ishini og'irlashtiradigan narsa. Lekin xalqni bir tiyinlik bularga qizig'i yo'q. Ishi og'irlaydimi, yengillaydimi, u o'zi asos emas. Pul to'latish kerak. Sizdan pul olish, u nariyog'ini rostdan qizig'i yo'q. Pul olish kerak. Ya'ni odamlar ham shunga o'chashib, shu gai bor yerda sekin yuradi, radar bor yerda sekin yuradi, nariyog'ida o'lishga bosadi. Ya'ni nazlo qiladi-da haliginga. Xalq ham shunaqa bo'lib qolgan. Gaini ko'rsatmasa birovni haligi zebradan o'tkazmaydi. Peshohodning palasada men hayron qolaman-da, O'zbekistonda videolar tashab qo'ysa, o'tganda bir bloger yigit borib, znakdaga kelib ko'rsatyapti. Ya'ni katta ho'kizda endi yosh bola ham emas. O'zchalik dunyolarga aylanib hammaga gap o'rgatib yuradigan bloger. Mana u odamning rasmi, molning rasmi emas. Mol bo'lganda mayli edi, bu yerdan odam o'tadi deb turib peshohodda aytayapti. Qaraysan peshohodda deyapti. Mashina kelyapsa, indamay turasan o'tib ketadi. Mabodo qarasang mashina yo'q bo'lsa, shunda ham deydi, yugurib o'tib ketish kerak tez-tez. Unaqa sekin yuradigan joy emas. Men haligini gapidan keyin o'zi boshqa nima deyishimni ham bilmay qoldim. O'zi peshahod deyotgani odamlar o'tsin uchun-da o'zi. O'zi yo'l harakat qoidalarida ham odamga ustuvga qiladi. Odam o'tayotsa, o'zi qoida bo'yicha haligi znak odamga emas, o'tayotgan odamga emas, sho'pirga. U znak sho'pirga qo'yiladi, odamlarga emas. Ana tupoydi kallasi, hatto shunga ham yetmayapti. Odam ko'rsin deb qo'yadi. Biz yo'lda moldiki bor, unda как mol rasmi bor, yo'lda bor bir tortib tashab qo'yaman ekan. Unda mollarga qo'ygan, ey mollar, voznayni qaranglar deganman. U odamga qo'yadi-da uni. Qaysi odamga desa, yo'lovchi odamga emas, mashinadagi haligi znayni ko'rib, o'zi znaga mashina tagiga qo'yib qo'yibdi. Aslida znay u bir 30 metr yo 50 metr nariroqda bo'ladi. Ya'ni hozir 30 metrdan keyin peshahod keladi deydi, nariga odam bo'lsa bo'lmasa sekinlaydi. Mabodo birov yurib qolsa urib yormaydi. Sekinlaydi. Odam bo'lsa to'xtaydi. Masalan, Polshada shunaqaki, hali односторонний yo'llar bo'ladi. Ikkinchi narigi tarafidagi peshohodga odam kelsa, bu yoqdagi nariga ham to'xtab turadi hammasi. Bu yoqdagi ham to'xtab turadi. O'tib ketguncha to'xtab turadi, keyin o'tib ketadi. Ya'ni odamlarni ishini yengillatish kerak-da u qoidalar. Odamlarga foydasi tegish kerak. Bugungi kunda naborot bo'lyapti. Juda ko'p joyda shu odamlarni zarariga, odamlarni qiynash uchun. Bundan tashqari ularga kelayotgan haligi shtraflarni qarasang, hayron qolasan-da. Bu qaysi odam? Dubayda shtraf kelyaptimi sizlarga? Dubayda yurib qo'ydingmi shunaqa deysan-da haligi. O'zi bir oyda bir $200 arang topmaydi-da. Bunga kelayotgan shtrafni qarasang $100, $150 shtraflar kelyapti. O'tganda bir yigit mashinasini qoraytirib olganiga qancha dedi $300 to'lagan ekan.
dod deyapti-da, endi oftob bo'lsa nima qilay? Mashinamni qoraytirmasam, yursam qiyin bo'lsa, odamlarga qiyin bo'lsa. Shuni qoraytirib yuborgan ekan o'zi. Ruxsat olib, pul to'lab qoraytirgan. Muddati o'tib ketib qoldi, aytgan muddat. 2-3 kun o'tib ketgan ekan, haliginga shtraf to'layapti. Nima deb to'laydi? Rosti o'sha yerda shtraf olaysa, nima deb oladi? Pulini to'lab qo'ysa, qoraytirib yursa, hech kimga zarari yo'q ekan. Pulini to'lamasa, yo'l harakati qoidasini buzgan bo'lar ekan. G'alati-yu, pul to'lab qo'ysam, yo'l harakatiga aloqasi yo'q. To'lamasam, yo'l harakatiga nima aloqasi bor bu? Qoraygan. Ya'ni qarang, gap bu yerda ko'pchilik oldida esinglar chiqadi, sen yo'l harakatiga qarshi chiqyapsanmi? Yo'l harakati qoidasi bo'lmasa hamma yo'q, avariya bo'ladi, odam o'ladi deydigan nodonlar ham bor-da. Lekin tepada aytilayotganda birortasi u yo'l harakatiga yo odamlarning joniga jon kuyib chiqarilganlari emas. Bo'lmasam haligi qoraytirilganda nima aloqasi bor? Qoraytirsa yaxshi ko'rinmaydi desa, unda pul to'lab qo'ysa, u yo'l harakati qoidasini buzmagan bo'lyapti. Unda pul to'lab qo'ysa, ko'zlari ravshan bo'lib, kuydirilgan oynadan ham yaxshi ko'radigan bo'lib qoladimi? Qanaqa bo'ladi? Undan tashqari tepada aytdi bu, Misrda rostdan unaqa znayk, balobatlar unaqa, hatto peshahod ham yaxshi bir-biridan yugurib o'tib, bu ham yugurib o'tib ketaveradi, ya'ni bir-birini tushunadi. Yaxshi to'xtab turadi, sekin o'tib oladi, bu ham naryoqda shunaqa qilib o'tib oladi. Shunaqa qilib o'lmasdan odamlar yashayapti. Avariya juda ham nisbatan olsang kam. Umuman yo'q o'shanaqangi. Svetoforga ham qoidasi ham. Shunaqada ham odamlar bir-biri bilan kelishib turib, ishini bitirib oladi. Lekin narigilar o'sha qoida deb qo'yayotganda hammasi ham odamlarga manfaatli emas. Ba'zi bir qo'yib qo'ygan o'sha yerdagi shtraflari hayron bo'lasan. Nimaga qo'ydi bunga shtraf? Nima bo'ladi shuni qilmay qo'ysa? Odamlarning hayotiga xatar bo'ladimi? Keyin olayotganda ham o'zi shtraf olishlikdan maqsad odamlarni tartibga chaqirishda uni to'nashmasda. U bechora bir oylik oyligini shtrafga to'lab qo'ysa, keyin tirikchiligichi, bola chaqasichi, o'g'illaydimi? Nima qiladi? Bir odam qarzdor bo'ladi yani. Yo prosentga oladi bir odam. Ya'ni odamlarni botqoqqa botiradigan tuzumli natijalarda mana. Xalqini shunaqangi bir xonavayron qilaman deganlar xalqiga nisbatan shunaqangi atayin shunaqa anaqalarni qo'yadi. Atayin iplab qaqshatib atayin qo'yapti. Har qadamingda turib to'sib, so'rab, boshqa qilib shunaqa bo'lmasa ham bo'ladi. Men Misrda o'sha bir sentrga tushganda ko'rganman shunaqa gari. Misrda qo'yib, Polshada yuribman, mana 2 yil bo'ldi. Mashina minib yuribman. Bir marta to'xtatdi. Unda ham haligi o'rmon taraf kirib ketayotgan edik. Birodarlarimiz bilan soqolligiga qo'rqqanidan kelib to'xtatdim, orqamizdan kelib to'xtatdi. To'xtatmasa ham yuraverar ekan. Men hech kimni bosib ketganim yo'q. Hech kimni o'ldirganim yo'q. Strahovkam ham yo'q. O'sha 2 yildan beri strahovka olmasdan minib yuribman. To'xtatgan ham yo'q. Tekshirsa ham biladi. Tekshirgan ham hech kim. Shunaqa bo'lsa hamma bir-birini bosib ketmayapti, bo'lar ekan masalan. Shunga aytmoqchi bo'layotgan narsalarim mana bu, mayli qoida tuzsin, odamlarga foyda beradigan bo'lsin. Undan tashqari u agar qoidalarni buzib, tinmay qoidabuzar bo'lib yursa, uni jazolayotganda uni qon qaqshatadigan qilib, uni bor pulini yana shilib olish uchun bo'lmasin. Islomda qoida qo'yishligi mumkin, agar qoidani xalifa qaror qilib bo'ldi, shunaqa qilasizlar desa, unga rioya qilish, itoat qilish vojib bo'ladi. Itoat qilmasa ta'zir belgilashligi mumkin, lekin buni qilib xalqni to'nash uchun, xalqdan pul undirish uchun unaqa ishlar qilinmaydi. Alloh harom qilgan birovning molini nohaqdan birov yeb qo'yishligiga. Bu nohaqlikka kiradi u. Shoshilayotgan bo'lsangiz, tezroq yurib o'rgan bo'lsangiz, ayb emasda bu. Tezroq yurib urib o'rsangiz ayb. Urib o'rsangiz to'laysiz. Pul to'laysiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videolarimiz tezda chiqib turishini istasangiz videoga like bosing. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Videolarimizni boshqalarga ulashing. Albatta ulash uchun ham amal qilganlik savobini oladi inshaalloh.